Salam aleyküm coğralar. Bugün sizlere Gatovi biznes doğrusunda azgına məlumat verib ötəmən. Gatovi biznes satıladı coğralar. Bir də şaverma, vypichka, içində somsaxana, tandırları var. Başqa yenə şu satış üçün tayarlanadığın həmmə savda satıqa gerekli bo'lgan оборудованиялар bor. İndi az birini adresini aytsam Novi Svet'də bu. Novi Svet Dom 1 deyan. Bir də Deverek deyişində вообще başqa bunun konkurenti yo'q. Əgər nə bo'lsa azgına tushuntirish bilan lokatsiya doğrusunda aytib o'taman. Yine şurada bunu köpçülük Novi Svet'teki adamlar biladi yine. Şuradaki şavermaxana, vypichka, горячий vypichkada qo'yib ekan. Keyin bu yan tarafda yine yan başında Peterchka var. Bu şurada Dixi var ekan, Dixi. Dixi kensel berrakda Peterchka bo'lishi kerak. O tana verdi Peterchka var. Yan başı go'shxona. O'sha Deverek etrafda почти konkurensiyasi yo'q. Arkayın agan adam rahatını görüp sataveradi. İndi keyin bir de ko'chaga o'shalarga bir ikki kursap chiqib qo'yib yazını gününde bir emellab şu klientlarni ko'paytirsangizlar bo'ladi. Yine bunu ko'chadan görünüşü yine şurada Dix'in yan başında. İndi bunu içine girip bir de necha rubllik narsalar bor. Gatovi biznes bo'lgandan keyin to'g'ri tushuninglar, помещение arendaniki bo'ladi. Keyin içindeki hamma bitovoy texnikalari qoladi. Yine shundan ko'rinishda girgan yerda yine o'zini vitrinasi bor. Keyin bu yerda o'tirib yeydilar narsalarni yine. Kichkina bir площадь где-то bir 9 metr kvadrat chiqadi общий sho'ri. Endi bu yerni ko'rsataman sizlarga. Ozgina ma'lumot berib o'taman. Qiziqtiradigan asosiy savollardan bo'lgan narsa hamma narsa elektrichествоda ishlaydi. Gaz yo'q, suv bor, issiq sovuq suv boilerda issiq bor. Keyin birinchi yine girgan yerda o'sha narsalar vitrina duradi. Vitrinada yine pişirilgen narsalarni akkuratni etib, qo'shlayotib qo'yadilar. Shaverma aparat рабочий ishlaydi, shaverma yine холодильникlar hammasi рабочий ishlaydi. Keyin issiqlik qishdagi qizdirish sharoitini aytsam, bularni даже yoqib ham o'tirmaydilar ekan. O'zi sho'rni issiqligi tandırni isi şuraya yeterli. Endi kuxnyani alamiz. Kuxnyada yine сразу tandır var. Tandır keyin tandıram где-то chinazı görsataman. Bam spiralda işledi. Bir urganda neçadan çıkarsa bo'ladi bir urganda. Neçadan çıkarsa bo'ladi tandırda bir urganda. 41 nada bir partiyada 40 nani. 30-35-40 nan çıkarsa bo'ladi ekan tandırda bir yakkanda. Endi gününe o'zlaring hisoblayveringlar keyin. Yine tayar nanlarını şuradan nan için şarait yaratılgan. Keyin yine bunun yine navdidler bunu yine bu jar pechkasi bor ekan o'zini yine. Endi azgina конечно mebellari doğrusunda satıp olgan adam yangilik kirizadi. Shu bilan o'tirmaydilar. Keyin yine duxovkalari bor, keyin xamir qaradigan narsalari bor. Shuning sharoitda. Keyin aytib o'tganimning endi bahasına kelsak, jo'ralar. Bahası bir de bir ayına o'rtacha 300 ming rubllik narsa satıladi ekan bir de. 300 ming rubllik narsa. Bundan где-то bir 50 dohod etsak ham, что 100-150 ming o'rtacha dohod kirsa bo'ladi bir ayına. Keyin nasini hisoblasak, bu yanda ish qilib dальше yana bir de tualetlari o'zini yine umывальник, tualet и так далее. Shundan sharoit yaratib qo'yibdilar ishchilar uchun. Keyin bu yerda yine ozgina aytiladigan narsasi 300 ming rubllik narsa sotiladi. Shundan o'zlaringiz dohodini chiqarib olaverasizlar. Bu temani tushunadilar, o'zlari necha protsent dohod ekanligini biladi. Keyin bu местani общий площади necha 30 kvadrat ekan общий площади. Keyin oyna короче şu necha oyna to'lanadi bu yerda? 42.525 ming 525 ming 525 ming rubl bir oyna o'shani arendasini to'lanadi ekan. 300 ming rubllik narsa sotiladi. 300 ming rubllik narsa sotiladi. Keyin 1 yillik arendasi bor. 1 yillik arendasi 1 million 200 ming rubllik. 1 million 200 ming rubllik narsa sotiladi.
Indi pulu meselesine gelsek, indi gatovi biznes bo'lgandan keyin o'sha hamma bitovoy texnikalari, shart-sharoitlari bilan qoldirib ketib, to'g'ri chiqib ketish. Keyin buni bu tarafı magazin, мясной magazin ham bosh tarafında bor, naba keyin Pyaterочка, Dixi xil magazinlar bor. Shart-sharoitlari yeterli. O'sha Novi Svetdagi domlarni, asosiysi Novi Svetning o'zining sentrindagi bir dana выпечка bor şurada. Başka yechim yok. Konkurentlarınız yok. Indi qolgan sharoitlari shunday bir nazar nesini alsam, şuradan girish joyi, keyin vitrinani aytdim, yine patologları polnisli. Indi bu olgan adam keyin seramni освежитатadi, o'zi bir qator tozalab oladi. Keyin yana novlari doğrusunda aytish mumkin. Pulu doğrusunda aytdim. Keyin dohodi bir oylik dokumentlashtiradilar hammasini, shu gatoviy biznesini. Keyin arendatel bilan tanishtiriladi. Dalshi kelib turib shu arendani davom etib ketaverasizlar. Arendasini to'lab 42.500 rublini bu her oylik narsa. Savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Shurada ko'rsatilib qo'ygan nomerlarga telefon atib turib, bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib ketsangizlar bo'ladi. Iloji boricha konkretniy sotib olaman deydigan odam bo'lsa, telefon uringlar, чтобы bir-birimizni qimmatbaho vaqtimizni yo'qotmaslik uchun. Keyingi masala, конечно, lokatsiyalar bilan ko'rsatib qo'yaman. Bu yerdagi devarak atrofda hozir ko'rib turibmiz, odam to'xtamaydi, kelib turibdi, kelib ketib turibdi. Endi so'msa, keyin boshqa o'zlaringning fantaziyalaringizni kiritib tashlaysizlar. Agar mabodo shu videoda tushunarsiz bo'lib qolgan, sizlar so'rayjak bo'lgan narsalar aytilmay o'tilsa, bemalol kommentariy yozinglar. Biza hamma savollaringizga javob berishga harakat etamiz. Keyin kelib turib yana video olishimiz ham mumkin. Shu sizlar so'ragan talablarga binoan hammangizni esa shu gelecek, bo'lajak biznesmenlar, o'sha bo'lajak o'sha savdo sotiq bilan shug'ullanadiganlar hammangizni kutib qolamiz. Telefon uringlar. Qani shu bir sotilib sotadigan egasam, masalan, xursand bo'lsa, keyin olajak ham bir xursand bo'lib ishlatsa, biza xizmatlarimizdan mamnun bo'lamiz. Hammangizni esa yangi bir olayotgan korxonalaringiz bilan tabriklaymiz. Oladiganlar bo'lsa esa, biza shurada videoni to'xtatamiz. Keyin savollarni yozib qoldiringlar.